Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan 1000 yildan boshlab barcha pensionerlar uchun muhim bo'lgan yangi o'zgarishlar haqida gaplashaman. Bu ma'lumotni oddiy xabar deb qabul qilmang. Chunki u nafaqat pensiya oluvchilarga, balki ularning farzandlari, nevaralari, yaqin qarindoshlari va pensionerga qarab turgan har bir oilaga de bevosita ta'sir qiladi. Ayniqsa pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, hujjat topshirish tartibi, bank kartasi orqali pul olish, nafaqa va imtiyozlar masalasida ko'pchilik adashib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun qaysi holatda kimga foyda bor, kim nimani tekshirishi kerak, qayerga murojaat qilish kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday muhim yangiliklar kechikib eshitilsa, odam o'z haqqini vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va fuqarolarning davlat oldidagi huquqlari bo'yicha murojaatlarni kuzatib kelaman. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, pensionerlar o'z pensiyasi qanday hisoblanganini, unga qanday qo'shimchalar qo'shilishi mumkinligini, qaysi hujjat yetishmayotganini va qaysi holatda qayta hisob-kitob talab qilish mumkinligini to'liq bilmaydi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatga, arxiv ma'lumotiga, ish staji haqidagi ma'lumotnomaga, tashkilotlarning javobiga bog'laydi. Odam bitta ma'lumotnoma uchun bir nechta idoraga borar, navbat kutar. Kimdir arxiv topilmayaptidir, kimdir tashkilot tugatilgandir, yana kimdir keyinroq kelinga deb yuborar edi. Endi esa 1 iyuldan boshlab kutilayotgan asosiy yangilik shundan iboratki, pensionerlar uchun ayrim jarayonlar ancha soddalashadi. Ayrim to'lovlar va ma'lumotlar elektron tizim orqali tekshiriladi. Ba'zi holatlarda pensiya va qo'shimcha imtiyozlarni olish uchun ortiqcha yugur kamayadi. Buni men syurpriz deb atashimning sababi shuki, ko'p pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha imkoniyatdan bexabar yuradi. Ba'zan odam 100 ming so'm, 200 ming so'm yoki undan ko'proq haqni yillar davomida olmay yurgan bo'lishi mumkin. Sababi juda oddiy. U hujjat topshirish kerakligini bilmagan, tizimdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lgan yoki pensiya qayta hisob-kitob qilinishi mumkinligini eshitmagan. Oldin qanday edi? Masalan, bir pensioner 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda uning faqat 28 yillik staji tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Qolgan 7 yil bo'yicha tashkilot tugatilgan, arxidan javob kelmagan yoki mehnat daftarchasidagi yozuvda muhr aniq ko'rinmagan. Natijada pensiya kamroq chiqqan. Odam esa davlat shunday hisoblanar ekan deb yuravergan. Endi esa elektron bazalar, ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirish imkoniyatlari kengaygani uchun bunday holatlarda qayta tekshirtirish juda muhim bo'lib qoladi. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. 1 iyuldan keyin pensionerlar uchun eng muhim masala faqat pensiya oshadimi yoki oshmaydimi degan savol emas. Muhim masala shuki, sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi? Siz qo'shimcha to'lovga haqlimisiz? Sizga imtiyoz avtomatik beriladimi yoki ariza yozishingiz kerakmi? Bank kartangiz, yashash manzilingiz, nogironlik holatingiz, o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy maqomingiz tizimda to'g'ri ko'rsatilganmi? Ko'pchilik pensionerlar agar menga nimadir tegishli bo'lsa, o'zlari berishadi deb o'ylaydi. Men tajribamdan aytaman, hamma holatda ham bunday emas. Ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanadi, lekin ayrim hollarda ariza, tasdiqlovchi hujjat, bank rekviziti, tibbiy xulosa yoki arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi. Masalan, keksa yoshdagi pensioner yolg'iz yashasa, unga kommunal to'lovlar, ijtimoiy yordam yoki mahalla orqali yordam masalasida alohida yondashuv bo'lishi mumkin. Lekin mahalla bu odamning yolg'iz yashashini bilmasa, ro'yxatda boshqa oila a'zolari bilan ko'rsatilgan bo'lsa yoki doimiy yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, yordam masalasi kechikadi. Yana bir muhim o'zgarish bank kartalari bilan bog'liq. Pensiya kartaga tushadi. Lekin ba'zi pensionerlar kartadan foydalanishni bilmaydi. PIN kodni boshqalarga aytib qo'yadi. SMS xabarnoma ulanmagan bo'ladi yoki kartadagi pulni farzandi olib qo'yib, pensionerning o'zi aniq miqdorini bilmay qoladi. 1 iyuldan keyin pul tushishi, to'lov sanasi, bank orqali xizmat ko'rsatish va pensionerning shaxsiy nazorati masalasi yanada muhim bo'ladi. Men har bir pensionerga maslahat beraman. Kartangiz o'zingizda bo'lsin. PIN kodni hech kimga bermang. Imkon bo'lsa SMS xabarnoma yoki mobil bankni ishonchli yaqin kishingiz yordamida tekshirtirib turing. Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar juda e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki
pensiya tayinlangan dastlabki davrda xatolik bo'lsa, uni tezroq aniqlash osonroq. Masalan, 2024 yoki 2025 yilda pensiyaga chiqqan opa 32 yil ishlagan bo'lsa, lekin pensiya varaqasida staj 29 yil deb ko'rsatilgan bo'lsa, bu 3 yil farq keyingi yillarda ham pulga ta'sir qiladi. Bu o'yga edan 1000 so'm bo'ladimi, bidedan 1000 so'm bo'ladimi, vaziyatga qarab farq qiladi. Lekin bir yilga ko'paytirsangiz bu sezilarli mablag'. Ikkinchi guruh mehnat faoliyati bir nechta joyda bo'lganlar. Masalan, bir kishi avval kolxozda ishlagan, keyin zavodda, keyin maktabda qorovul, keyin xususiy korxonada ishchi bo'lgan. Bunday holatda hujjatlar turli joyda bo'ladi. Qaysidir davr ish stajiga kirgan, qaysidir davr bo'yicha ma'lumot yetishmagan bo'lishi mumkin. Agar siz yoki ota-onangiz turli tashkilotlarda ishlagan bo'lsa, pensiya hisob kitobida hamma davr kiritilganini tekshirish kerak. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda juda nozik masala bor. Agar inson yoshga doir pensiya bilan birga nogironlik holati bo'yicha ayrim imtiyozlarga ega bo'lsa, u kommunal xizmatlar, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdan foydalanishi mumkin. Lekin ko'p odam men pensiya olyapman, demak boshqa narsa tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida har bir to'lov alohida mezon bilan belgilanadi. Shuning uchun tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari nogironlik guruhi muddati va tizimdagi holatini tekshirtirish kerak. 4-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, otasi vafot etgan, onasi yoki farzandlari boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Agar farzand o'qishini davom ettirayotgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qishi, yoshi va ta'lim muassasasi ma'lumotlari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Hujjat vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. 5-guruh chekka hududlarda yashaydigan va hujjatlarini kam tekshiradigan pensionerlar. Men amaliyotda ko'rganman. Ba'zi otaxon va onaxonlar pensiya miqdorini faqat kartaga tushgan pul bilan biladi. Ular pensiya qanday hisoblangan, qo'shimcha to'lov bormi, qayta hisoblash mumkinmi, buni umuman so'ramaydi. Aynan shunday odamlar eng ko'p e'tibor berishi kerak. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon 30 yil haydovchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga pensiya tayinlangan. Lekin eski korxonadagi 5 yillik ish staji tasdiqlanmagan. Otaxon endi nima foydasi bor deb yuravergan. Keyin farzandi arxivga so'rab yuborgan. Eski ish haqi va buyruq nusxalari topilgan. Natijada pensiya qayta hisoblangan. Farq o'yiga 1,5 ming so'm chiqdi deylik. Bu bir yilda 1 million dartilgata ming so'm degani. Agar odam buni 5 yil oldin qilganida, qancha mablag'ni o'z vaqtida olgan bo'lardi. Mana shuning uchun men har doim hujjatni tekshiring deyman. Ikkinchi misol, bir onaxon 40 yil tibbiyot sohasida ishlagan. Lekin pensiya tayinlanayotganda familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargani sababli ayrim hujjatlar bir-biriga ulanmagan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Arxiv ma'lumotnomasida ismning bitta harfi boshqacha yozilgan. Tizim buni avtomatik tanmasligi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi ism familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Arxiv ma'lumotnomasi birga taqdim etilishi kerak. Aks holda insonning o'z mehnati to'liq hisobga olinmay qoladi. 3-misol, bir pensionerning pensiyasi kartaga tushadi, lekin u karta qoldig'ini bilmaydi. Farzandi pul hali tushmadi deb aytadi. Aslida pul tushgan bo'ladi. Bu juda og'ir mavzu, lekin men ochiq aytaman. Pensionerning puli uning shaxsiy mulki. Farzand yordam berishi mumkin. Lekin nazoratni to'liq olib qo'yish to'g'ri emas. Pensioner bankdan o'zi ma'lumot olishi, SMS xabarnomani o'zi yoki ishonchli odam orqali ko'rishi, kartani begonalarga bermasligi kerak. 4-misol. Yolg'iz yashaydigan 7-4 yoshli onaxon bor. U pensiyasini oladi. Lekin kommunal xizmatlar, dori-darmon va ijtimoiy yordam masalasida mahallaga murojaat qilmagan. Mahalla ro'yxatida esa u farzandlari bilan birga yashaydi deb ko'rsatilgan. Chunki ro'yxatdan chiqish yoki yashash manzili yangilanmagan. Natijada u yordamga muhtoj bo'lsa ham tizimda buni aniqlash qiyin. Bunday holatda yashash manzili, oila tarkibi va haqiqiy sharoitni mahalla bilan birga aniqlashtirish zarur. Agar sizning pensiyangiz yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa, hamma hujjatlar elektron bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, har oy to'lov o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, unda ortiqcha xavotirga tushish shart emas.
lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men tavsiya qilaman. Har bir pensioner kamida yiliga bir marta pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli elektron xizmatlar orqali o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysin. Ayniqsa, pasport almashtirilgan bo'lsa, bank kartasi yangilangan bo'lsa, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa yoki oila tarkibida jiddiy o'zgarish bo'lsa, bularning hammasi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan birgina bank rekviziti yangilanmagani sababli pul kechikadi. Ba'zan hujjatdagi bitta raqam xato bo'lgani uchun to'lov boshqa jarayonga tushib qoladi. Eng katta nozik jihat shuki, hamma pensionerga bir xil tartibda, bir xil miqdorda, bir xil qo'shimcha beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, pensiya turi, yosh, nogironlik holati, boquvchini yo'qotganlik holati, qonunchilikdagi maxsus mezonlar va boshqa omillarga bog'liq. Shuning uchun qo'shningizga 200 ming so'm ko'proq tushsa, sizga ham shuncha tushishi shart emas. Aksincha, sizning stajingiz ko'proq bo'lsa ham ish haqi bo'yicha ma'lumot kamroq bo'lishi mumkin. Yoki sizda qo'shimcha huquq bor, lekin hujjat topshirilmagani uchun hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat ariza muddati. Ayrim holatlarda to'lov ariza bergan kundan boshlab hisoblanadi. Odam men bunga oldindan haqli edim deydi, lekin hujjat vaqtida topshirilmagan bo'lsa, hamma davr uchun pulni qaytarib olish imkoni har doim ham bo'lavermaydi. Shuning uchun men doim aytaman, eshitdingizmi? Shubhangiz bormi? Darhol tekshirtiring. Kutish, keyingi oy boraman deyish, farzandim bo'shasa olib boradi deyish, ba'zan pul yo'qotishga olib keladi. Uchinchi nozik jihat, hujjatdagi ism familiya xatolari. O'zbekistonda ko'p odamlarning hujjatlarida bitta harf farqi uchraydi. O'g'li boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana bir joyda 50 kun, boshqa joyda 21 kun, familiya ruscha va lotincha yozuvda farq qiladi. Bunday kichik xatolar pensiya masalasida katta muammo chiqarishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni oldindan solishtiring. 4-chi nozik jihat, ishlashni davom ettirayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiya olib, shu bilan birga ishlaydi. Ular uchun ish beruvchi tomonidan badallar, ish haqi ma'lumotlari, mehnat shartnomasi va rasmiy ishlash holati muhim. Agar odam norasmiy ishlasa, keyingi qayta hisob-kitobda bu davr foyda bermasligi mumkin. Rasmiy ish esa kelajakda ayrim holatlarda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishga asos bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat firibgarlik. Yangilik chiqishi bilan ayrim odamlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, sizga iyuldan qo'shimcha pul chiqdi, karta raqamingizni ayting, SMS kodni ayting deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech qachon SMS kodni, karta PIN kodini, bank ilovasining parolini hech kimga aytmang. Davlat idorasi ham, bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pul kuyadi desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartasi rekvizitlari va yashash manzili bo'yicha hujjatlarni bir joyga jamlang. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori qanday hisoblanganini tekshirtiring. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori, hisobga olingan ish staji va ish haqi davrlari bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Bu oddiy so'rov, lekin juda foydali. Uchinchi qadam, ish stajini solishtiring. Mehnat daftarchangizda nechta ish joyi bor? Pensiya hisobida nechta davr olingan? Farq bormi? Shuni tekshiring. Agar biror davr kirmagan bo'lsa, sababini so'rang. Sabab arxiv ma'lumoti yo'qligimi? Yozuv noto'g'rimi? Tashkilot tugatilganmi? Yoki hujjat umuman topshirilmaganmi? Aniqlang. 4-chi qadam, bank kartangizni xavfsiz qiling. Kartani o'zingizda saqlang. PIN kodni yozib qo'ysangiz ham, uni karta bilan birga saqlamang. SMS xabarnomani ulang. Agar telefon ishlatishni bilmasangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin odamingiz yordam bersin. Lekin pul nazorati faqat bitta odam qo'lida qolib ketmasin. Oyma-oy qancha pul tushganini yozib boring. 5-chi qadam. Mahalla bilan aloqani tiklang.
Agar yolg'iz yashasangiz, daromadingiz kam bo'lsa, sog'lig'ingiz yomon bo'lsa, dori-darmon xarajatlari ko'p bo'lsa, mahallaga borib holatingizni ayting. Menga qanday ijtimoiy yordam yoki imtiyozlar mavjudligini tushuntirib bering deb so'rang, uyalmang. Bu sadaqa so'rash emas. Bu qonuniy huquqingizni bilish. 6-qadam hujjatlardagi xatolarni to'g'rilang. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, yashash manzili, bank rekviziti noto'g'ri bo'lsa, uni darhol tuzating. Chunki bitta xato kelajakda to'lov kechikishiga, ariza rad etilishiga yoki qayta hisob-kitob cho'zilishiga sabab bo'ladi. 7-qadam hamma murojaatni yozma qiling. Og'zaki so'rasangiz, keyin keling deyishlari mumkin. Yozma murojaat qilsangiz, unga javob berilishi kerak. Murojaat nusxasini, ro'yxatdan o'tgan raqamini, sana va javobni saqlab qo'ying. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish imkoningiz bo'ladi. Men bu yerda pensionerlarning farzandlariga ham alohida murojaat qilmoqchiman. Ota-onangiz pensiya masalasini o'zi tushunmasligi mumkin. Ular sizga ishonadi. Shuning uchun oyda bir marta ularning kartasini, tushgan pulini, dori-darmon xarajatlarini, kommunal to'lovlarini, hujjatlarni tekshirib bering. Lekin buni nazorat qilish yoki pulni tortib olish ma'nosida emas, yordam berish ma'nosida qiling. Pensionerning puli o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Unga hurmat bilan tushuntiring. Bankka birga boring, idoraga birga boring. Lekin qarorni uning o'zi bilib qabul qilsin. Agar ota-onangiz qishloqda yashasa, ular internetdagi yangiliklarni ko'rmasligi mumkin. Siz esa bu ma'lumotni ularga yetkazishingiz kerak. Onajon, otajon, 1 iyuldan keyin hujjatlarni bir tekshirtirib qo'yaylik. Balki sizga qo'shimcha imkoniyat bordir deb ayting. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin natijada oilaga katta foyda keltirishi mumkin. Demak, 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun eng muhim narsa faqat yangilikni eshitish emas, balki o'z huquqini amalda tekshirishdir. Pensiya to'g'ri hisoblanganmi? Ish staji to'liq olinganmi? Qo'shimcha imtiyoz bormi? Bank kartasi xavfsizmi? Mahalla va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar to'g'rimi? Mana shularni aniqlash kerak. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. O'z vaqtida berilgan bitta ariza, topilgan bitta arxiv ma'lumotnomasi, tuzatilgan bitta hujjat xatosi pensionerning oylik daromadiga real ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugungi hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar qo'shningiz yolg'iz yashasa, unga bu ma'lumotni yetkazing. Hech kim o'z haqqidan bexabar qolmasin. Sizningcha 1 iyuldan pensionerlar uchun eng kerakli yordam nima bo'lishi kerak? Pensiyani oshirishmi, kommunal imtiyozlarmi? Dori-darmon yordam yoki hujjatlarni soddalashtirishmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va davlat xizmatlari bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.